O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi Isroilda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolariga shaxsiy xavfsizlik choralarini kuchaytirishni so'ramoqda. Elchixona yana O'zbekiston fuqarolaridan shuni ham so'ramoqdaki, front ortida qo'mondonligi tomonidan berilayotgan ko'rsatmalarga qat'iy amal qilinishini so'ramoqda. Bu degani do'stlar, front ortida qo'mondonligi urush holatida fuqarolarga qanday holatlarda himoyalanish haqida ma'lumot beradi. Elchixona shu haqida O'zbekiston fuqarolariga front ortida yangiliklariga amal qilishini so'ramoqda. Nafaqat O'zbekiston, dunyoning barcha davlatlari Isroildagi o'z fuqarolarini ogohlantirmoqda do'stlar. Vaziyat juda jiddiylashib bormoqda. Andijondan Makka va Madinaga to'g'ridan-to'g'ri parvoz qilgan O'zbekiston samolyoti Turkmaniston hududidan ortga qaytgan. Bu holatda do'stlar Eronga Isroil tomonidan berilayotgan zarbalar sababligi aytilmoqda. Hozirda Eron ustidan uchib o'tuvchi barcha reyslar butun dunyo davlatlari tomonidan bekor qilindi do'stlar. Hech qaysi davlat o'z samolyotini urush bo'layotgan zonaga tabiiyki qo'ymaydi. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Vaziyat tobora jiddiylashib bormoqda. Xabar berilishicha, Eron ham Isroilga javob zarbalarini yo'llashga tayyorlanmoqda. Juda ko'plab davlatlar o'z fuqarolarini Eronni darhol tark etishligi haqida 27-fevral kuni xabarlar tarqalgan edi. Ayrim Eron manbalari shunday yozmoqdaki, do'stlar, Eronning zarbalari juda qaqshatqich hamda juda vahshiyona bo'lish haqida xabarlar tarqalmoqda. Sizning fikringizcha Eron Isroilga qanday zarbalar beradi do'stlar? O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, kanalimizda biroz vaqt tanaffuslar bo'ldi. Bu uchun albatta sizlardan uzr so'raymiz. Bundan buyon kanalimiz har kuni har xil yangi videolarni qo'yishda davom etadi. Kecha 27-fevral kungi Jenevada Qo'shma Shtatlar hamda Eron o'rtasidagi bo'lgan Tinchlik kengashida ham hech qanday kelishuvga erishilgani yo'q. Shundan so'ng Qo'shma Shtatlar prezidenti Reuters axborot agentligiga bergan xabarida uning sabri tugagani haqida xabar bergan. Bir qancha ommaviy axborot vositalari bir necha kundan beri Qo'shma Shtatlar Eron atrofida 700 ga yaqin harbiy samolyotlarni yig'gani haqida xabar bergan edi. 700 ga yaqin samolyotlar haqida xabarlar tarqalgandan so'ng bir qancha davlatlar o'z fuqarolariga Eronni darhol tark etish haqida xabar bergan edi. Hamda ayrim davlatlar Isroildagi o'z fuqarolarini ham Isroilni darhol tark etishligi haqida xabar bergan edi. Mana do'stlar, bugun 28-fevral Eronga ilk havo zarbalari berish boshlandi. Bu hali qaysi davlat tomonidan va qanday samolyotlar yordamida berilgani hozircha noma'lum. 27-kuni Istanbul-Tehron yo'nalishida uchuvchi barcha samolyot reyslari bekor qilingan edi. Bu haqida Turkiya ommaviy axborotlari xabar bergan edi do'stlar. Butun dunyo ko'p ehtimol bilan Erondan uchib o'tuvchi barcha reyslarni bekor qilganligi haqida ayrim ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Chunki Eron hududiga ayni vaqtda zarbalar bera boshlandi. Ha do'stlar, Eronga ilk zarba berildi va urush boshlandi do'stlar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qo'shma Shtatlarning ayrim ommaviy axborot vositalari bu urushda Eron juda katta zarar ko'rish haqida yozishmoqda. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Urush haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldiring do'stlar.